katta ilon ko'rgan sababim mana shu telarda aqida dadam kontroz ekan. Men yosh 6-sinflarda o'qirdim. Esharib kelib baylab o't o'raman desam, kapat to'lgan ariq bor edi. Nimani ag'ida? Tepani ag'ida. Shu qarasam u ariqda suv yo'q edi. Shu bir narsa o'tni yorib kelyapti. Qarasam, ariqda suv yo'q edi, qatdan kelib qoldi bu daryo suv deb qarasam, yo'qligi menimcha ilon. Badanini ko'rdim xalosda, qochib ketdim. Shunday ketgan ariq bo'ylab, men qayerga ketdim, nima ketdi, boshqa o'zim qochib o'rganman-da yosh edim ha. Ko'rganman ilonni. Farg'ona zaminida asrlar mobaynida o'z sirini saqlab kelayotgan tarixiy maskanlar juda ham ko'p. Mana shunday yodgorliklardan biri Farg'ona markazdan 15 chaqirim uzoqroqda joylashgan Log'on qishlog'idagi Mo'g'poshshoh tepa bo'ladi. Tarixiy tepalik miloddan avvalgi 6-7, 8-asrlarda ham aynan Log'on qishlog'ida odamlar yashaganligini anglatadi. Olimlarning fikricha aynan bu hududda qadimiy qo'rg'on yoki shaharcha bo'lganligi aytib o'tilgan. Ijodiy guruhimiz bilan aynan Log'on qishlog'ida bo'ldik va o'sha yerda istiqomat qilayotgan oqsoqollar bilan suhbatlashdik. Mana shu Muxtepani qo'rg'oni bo'lgan. Oldin keng bo'lgan ekan, buning ustida otarva yurgan ekan. Biz ishimiz bo'yicha endi buni. Yomg'irlar yuvib qolgan, inchib qolganda endi. Viloyat hokimiyati yaqinda kelib ketdi. Bu qaysi vaqtlarga to'g'ri keladi? Bu 6-8-asrlardan shu 14-asrlargacha boradi-da bu. Endi o'sha mana hozir borib g'or tomon eshigidan ko'rsak bo'ladi. Batta o 68-69-yillari Rossiyadan nimalar kelib ko'rlashgan arxeologlar kelib. Ko'zlar chiqqan boshqa bo'lgan. İçine endi turpa kul chiqqan, endi uni ichida nima bor o'zlari biladi, uni olib ketishgan endi ko'zalarda. Hozir ma'lumotlarga ko'ra aytishyapti, yer osti yo'li bo'lgan bu yerdan deyapti-da. Buni dushmanlar kelib yengilmaslik kasali suvi ham Sparan soydan kelgan. O Telavagon degan joyimiz bor, oshxonasi. Yerdan oziq-ovqat kelgan. O'shancha ancha-muncha kelgan dushman yengilmagan. Aytilishicha, Mo'g'poshshohning xotini sotgan deyishadi. Xotini sotgan, ha. Dushmanga. Dushmanga sotganda bo'lmasa uni yengilmagan. Ertadan ovqat kelsa, suvi Sparan soydan kelsa, hammasi ichida bo'lganda, uni ayolniki so'rashgan ekan, "Sen nima bilan boqqan bu podshoh olsa?" 40 ta qo'yda eliga osh qilib bergan ekan ayoliga. "Asan eringga vafoli qilmagan, biz qilasan" deb uni ham otga baylab yeri sudratib o'tirishgan deydi. Yashirin xazina ham bo'lishi mumkin degan savol ham bo'lyapti. Endi ehtimol bo'lishi mumkin. Ko'zlar chiqqan boshqa bo'lgan. Endi bo'lishi mumkin. Bu eski dunyo-ku. Yer tagida qanaqa nima biz ko'rmaydi-ku qorong'i endi. Bu nima bilib bo'lmaydi-da uni. Mana shu eshigi Mashattanida kiradigan yo'li. Mana o'pilib tushganda eshik bekilib qolgan hozir. Bekilib qolgan 1-20 metrdan keyin engashib o'tardik. Tan ichkari tushib turardik. Endi to'silgan yo'q resmi ko'rinmasdi bizga endi. Yer osti chiqib yurib qoldilar. O'tirib suv yurgandan keyin tan cho'kkan, balatadi bular. Demak, mana shu unday atrofdagi qo'rg'onda qo'rg'on bo'lgan ekanda. Ha, qo'rg'on bo'lgan. Bu Mo'g'poshshohning saroyi bo'lgan. Bu yer osti saroyi bo'lganda albatta. Katta yashagan ekan ular. Ashlari bo'yicha yashagan. Suv ham Sparan soydan kelgan, oziq-ovqat Oshtepadan kelgan. Yer tagidan yo'l bo'lganda endi uni topsa, oqtarsa chiqsa kerak endi, bizga qorong'i endi. Nazoratga olingan batta 6-8-asrlar deyapti. Arxeologlar o'rganish natijasida endi bu biz bilganimiz shu endi. Mana bu tan cho'kib pastlagani bu oldin gapalat edi. Bu aytimi devorda soat araba yurgan deb. Bu oldin biz yugurib yurardik bemor ustida. Hozir bu yomg'irlar yuvish natijasida ichib qolgan devorlar.